Assalomu alaykum bizni internet platformalari orqali kuzatib turgan qadrli do'stlar, qadrli podpisчиклар, sog'misiz, salomatmisiz, kayfiyatli yaxshimi? Yana bir bora sizlar bilan Xorazm Elite House YouTube kanalida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun sizlarga kompaniyamizda bo'lib turgan yangiliklar to'g'risida, qolaversa qurilishlarda ishlatilib turgan mahsulotlar to'g'risida, tovarlar, qurilish tovarlari haqida ozgina ma'lumot berib o'tacakmiz. Videomizni boshidan bir aziz yurtdoshlarimizga, bizlarni kuzatib o'tirgan do'stlarimizga kichkina bir e'lonimiz bor. Bizning kanalimizni rivoji uchun, kompaniyamizda bo'lib turgan yangiliklar uchun, shulardan baxabar bo'lib turish uchun like, podpiska bosib qo'ysangizlar, biz o'zlarimizni baxtiyor his etamiz. Bizning kanalimiz rivojini zo'r hissa qo'shgan bo'lar edingizlar. Demak, Elite House kompaniyamizda bo'lib turgan yangiliklarni ko'rishlaringiz mumkin. Hozir mini obzor qilamiz yana. 1, 2, 3, 4, 5 bu bloklarimiz bitib, uje odamlar, xalqimiz bu yerda yaxshi niyatlar bilan, yaxshi uje to'ylar bo'lib turibdi bu domlarda, yaxshi gullar bo'lib turibdi. Kelib o'zlarimiz ham do'stlarlarimiz, xonadonlarına kelib bo'lib turibmiz. Tashkillarda, yaxshi gullarda ishlab turibmiz, ko'rinib turibmiz, qatnashib turibmiz. Endi bir narsani tavsiya etacakman. Ina ko'rishlaringiz mumkin. 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi bloklarimiz ham necha foiz bitdi? 5-chi blok 100% bitdi. 5-chi blok 100% bitgan. 7-chi blok 99% bitgan. Xudo xolsa yana liftlarga ham. Ha. Bu liftmi? Elevator ayna. Zamonaviy lift. Eng zo'ri. Necha kilolik положенный? Demak 5-6 odam bemalol chiqib tushib. Masalan, 5 etaj bo'lsa ham lift qo'yilgan. 5 etajli domlar ham lift qo'yilib turibdi ekan. Do'stlar, bu albatta odamni ko'zini quvontiradigan holat. Yana yangiliklarga keladigan bo'lsak, endi Xorazm Elite House kompaniyasining o'zi umuman joy olish istagida bo'lib yurgan insonlar uchun bir kichkina e'lonimiz ham bor. Bizning Elite House kompaniyasini xohlasangiz tayyor uylar. Xohlasangiz 90-95% bitib turgan uylar. Xohlasangiz yarımında turgan uylar. Hali fasad ishlari ketib turibdi. Bu endi 70% bitdi desak ham bo'ladi axir. 70% bitgan. Yo'q, men ham shu arzarakalin qistag'im yo'q, xudo xolasa balla onlaynchalik bitsa bo'ldi. Hali u daraja cho'zimimiz-ku-da. Ina, ben tarafdan toza qatlovan qazib, uje fundament ishlari boshlangan yangi xonadonlarimiz ham bor. Bemalol bizning Xorazm Elite House kompaniyasidan xohlagan uslubda, xohlagan etapga kelgan domlarni, ya'ni joylarni topish imkoniyatini egasizlar. Alo opa, tabriklayvering, uyga keldim, bitibdi xudo xolasa. Rahmat. Bugun xudo xolasa Shavot yo'limda Xorazm Elite House'dan olgan uyimni ko'rmakka keldim. Bundan 1 yil burun yodlaringizda bo'lsa, bu yerni xarid etdim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, yana ko'nglimdagilarni ham ziyorat etib bitiribdilar. Domni, dizaynlarni xo'shroq bo'lgan. Har bir detalni alohida e'tibor bilan qaraganlar, bitgan holatini ko'rib, Xorazm Elite House'a, Aybeka mitolarga ishonib adashmoqimni yana bir marta aynan shu Shavot yo'l loyihasida uy xarid etaman degan insonlar uchun bu yerdan maxsus zo'r takliflarimiz bor. Hozir uyimni balkonidan chiqib, bolalarimni o'ynaganini tomosha etib duraman deb niyat qilib qo'yganlar videoga like bosishdan chiqmasin. Do'stlar, aynan Shavot yo'l loyihasida 10-11 bloklarni sotuvi ochildi. Orqamda qurilish jadal suratda boshlangan. Bu yerda oldindan 30% to'lov bilan qolgan pulini 30 oygacha bo'lib to'lab xarid qilaverasizlar. Asosiysi shahrimiz markazida. Shuningdek, Shavot yo'l bo'yinda joylashgan proyekt. Men o'zim ham xarid etganman, sizlar ham tavsiya qilaman. Xorazm Elite House ishonchli kompaniya. Hozirroq pastdagi silka bilan bog'lanib, ro'yxatdan o'ting va nasibamiz bo'lsa, balkim ko'ngilli bo'larmiz. Videoni yaqinlarga tarqatib. Nechun tavsiya qilib turibdi bu yigit deb aytadan bo'lsangizlar, men o'zim ham Xorazm Elite House kompaniyasini Yangi O'zbekiston proyektidan 69,5 68,5 kvadrat joy olib qo'yibman. Ilohim hammaga nasib etsin. Yaxshi niyat qilganlar bo'lsa, ham bizlar ham yetirsin domlar. Endi bizani har xil insonlar kuzatadi. Chetda yurgan, musofirda yurgan insonlarimiz uchun sizlarga yana Telegram, WhatsApp nomerlarimizni, ishlab turgan nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol men to'liq ma'lumot bera olmagan bo'lsam ham YouTube orqali, shu yerdan yana sizlar WhatsApp orqali, internet orqali bizning operatorlarimizdan, call centerdagi qizlarimizdan bemalol to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatiga egasizlar. Nomerlarni qoldiramiz batafsil ma'lumot uchun. Qolaversa yana 5-blokda tayyor dedik. Bir narsani aytib qo'yacakman. Hozirgi kunda 5-blokdan ya 4 ya 5 dona xonadon qoldi. Subsidiya joy qidirib yurganlar bo'lsa, bemalol tayyor ina. Dokumentlar ham 100% taq, 100% taq. Doğru gelaslardan ya pechat ishlari, dokument ishlari bitgandan keyin uy remont ustani tushirib berib, doğru yashab istiqomat qilib ketish imkoniyati. Shuni 2 danasi 1-etajdan. Alamanda subsidiya olsa. 1-etajdan mı bu? 1-etajdanmi? İkisi. 2 danasi kan shundan. Demak, qistanamiz ekan, necha kvadratli?
Xullas bir de 48 kvadratdan 100 kvadratgacha. Birinchi etajda aylan bilmaysan necha kvadrat. 51 bilan 78 adi. 51 demak 2 komnatli bilan 3 komnatli. İkisidir degan dumkistaninglar. Men o'zi Xivada doğulganman. Doğulup o'sgan yerim 1000 kvadrat joyda yaşadılar. Lekin afsus şurada gaz yo'q. Ayrim sebeplerə görə bir 10 yıl bo'ldi gaz yo'q. Barsak yazda baramiz, qishda barib bo'lmaydi. Aynan gazı yo'qlar uchun, qishda qiynalmasliklaringiz uchun zo'r imkoniyat Elite House'da. Buni 100% katastrlari bitgan. Birinchi o'zimiz yerlarim aytasimga ketdi. Olsalar, qishda issiqqina ajratib yashaydilar. Dom baribir kerak. Puli bog'lab, hujjatlari tayyor uyni qidirib yurganlar uchun aynan ina shu dom tayyor dom. Subsidiya alsazlar ham bo'ladi. O'zini bahosini olsangizlar, tayyor pulingiz bo'lsa, dum kelishib mozalatib shokolad naqda beramiz. Agar yo'q, pulni bo'lib beraman, subsidiya asosida to'layman desangizlar ham bunday holatlar ham darrov bog'lanaveramiz. Pasta nomerlar bor, aloqa chiqasizlar, qizlar yana to'liq ma'lumotlarni beradilar. Elite House ishonchli, 100% katastri bitgan. Buni qayta aytishimning sababini bilasizlar. Hozir har xil gap so'zlar chiqib ketgan. Shuning uchun tayyor, aniq dokumenti bor uy olinglar. Ishonchli Elite House. Do'stlar, yine az bugün birazgina boş vaqtim bor edi. Bolalarni bog'chadan olishdan oldin ozgina bizani jigarlarimiz, bizani yaqinlarimiz, ya'ni shu ajoyib tadbirkor og'alarimiz Oybek Shonazarovich, Umidjon Agabullayev og'alarimiz tomonidan barpo qilinib turgan. Endi bular bir tadbirkor sifatida endi bu ikkisini aytib turibman, yanında bularning sheriklari ko'p. Qusham dedi, qanotsiz ucholmaydi dedi. Qanotlari, marketing jamoasi, SMM guruhlari hammasi bor. Shular ham hammasini alohida rahmat. Shunday go'zal uylarni barpo qilib turganlarimiz uchun o'zlarimiz nomimizdan, xalq nomidan sizlarga alohida rahmat. Shu vaqtdan hali lishni gap sizni eshitmadik. Nerda turgan domlaringiz bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringizda omad, zafarlar tilayman. Dan xalqimiz ham o'zim shu kompaniyani mijozi sifatida xalqimiz ham shu uylardan Shovat yo'li bo'lsin, Yangi O'zbekiston massivi bo'lsin. Yana boshqa yerdan boshlamadingizmi? Xudosa Aytma, u sir bo'lib keyingi. Bugun auksionda yer olib oldik. Aytmasang, aytmayapman qo'yindi. Boshlayveringlar, o'ng'indan bo'lsin, Alloh xayrlatsin. Demak, qadrli do'stlar, az muddat ichida sizlarga bir kichkina ma'lumot bergan bo'lsak, shu sizlarga kerakli sifatli ma'lumot bergan bo'lsak, biz o'zlarimizni baxtiyor his etamiz. Ilohim nima deymiz, yaxshi niyat qilamiz. Ilohim xalqimizga shuni go'zal uylarda, yaxshi uylarda, mehnatlaringiz halol, mehnatlaringiz joyiga tushib, go'zal uylarda yashash nasib qilsin. Ilohim topganlaringiz, to'ylaringizda yaxshi kunlaringizga bo'lsin. To'ylar bo'lsa, doim aytaverasizlar, borib, assalomu alaykum to'y qatnashchilardan diktatchilik emas. Inshaalloh. Inshaalloh. Yana versarsiz, kerak qiziqqan odam topib oladi. Demak, do'stlar, satuvlarimiz startda, yangi bloklarning satuvlari ham startda. Hammalaringizni taklif qilamiz. Tim sotib olmajak bo'lsangizlar, prosta gap ko'ringlar. Prosta bir yangiliklardan xabar, prosta boshqacha ob-havo, boshqacha atmosfera. Azatasizlar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Podpiska, like, yana bir marta yoddan chiqmasin. Ilohim like bosgan qo'llaringiz shitir dollarlarni sanaversin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'sh. Dayingi mashina. Bunda tushkasi yo'qku bunaqa? Tushgan olmay kerak bunga. Hozir kartojnik ko'kka ketib qolgan ba'zi. Xudoy. Yine.